Assalamualaikum. Altmış 69 kunlik naq maydon tarqitishdan keyin uzun bir mezgil ağırlıqda to'xtatish bo'lib qoldi. Bugundan boshlab yana etayinlik 2 soatlik yoki 1 soatlik naq maydon tarqitish boshlayman qilmay bo'lgandan keyin. Undaq bo'lsa bugun kitob o'qishdan boshlaylik. Bugün tefsir cevherlerden yine. Tefsir cevherlerden avval kem qalğan 10 bet bir oquludu. Ondan bugünlük vazife bo'lgan 10 bet bir oquludu. Shu bilan jami 20 bet kitob o'qiyman. Qani bu? Ben shavqin azaytish uchun derazani taqaman. Bismillahirrahmanirrahim. 291. bet. İslam ve şirk akidesi. Bismillahirrahmanirrahim. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Tercümesi 71. ayet. Ey peygamber, u kafirlarga aytganki, biz Allah'ni qo'yib bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamdiq. Allah bizni hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdiq. Agar biz shunday qiladigan bo'lsak, shaytonlar ozdirib bir cho'lga boshlab borgan. Cho'lda tangirqab qolgan. Do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan bo'lsa-mu, chaqiriqni qabul qilmay halok bo'lgan bir odamga o'xshab qolamiz. Aytganki, Allohning hidoyatla haqiqiy hidoyatdir. Biz alimlarning Robbiga bo'ysunishga buyurildik. 72. ayet. Biz yana namozni mukammal ado qilinglar. Allohdan qo'rqinglar deb buyurildik. Ana shu Alloh sizlar dargohiga to'planadigan zotdir. 73. ayet. Allah osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratgan zotdir. Allah qandaqli bir narsaga bo'l degan kuni u darhol bo'ladi. Allohning so'zi haqdir. Sur chilindigan kundagi podshohlik uningga xosdir. Allah yoshurun
ve aşkara hemmini bilgüçüdür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Hemmeden haberdardır. Tefsiri. Ey peygamber, u kafirlarga aytganki, biz Allohni tashlab qo'yib chaqirsak, bizga javob bera olmaydigan, duo qilsak bizga foyda yetkazolmaydigan, cho'qinmasak bizga ziyon yetkazolmaydigan ashu butlarga cho'qinamdiq. Biz Robbimizga iymon etib, musulmon bo'lgandan keyin dinimizdan yenib, orqamizga chekinib, burunqi kofirlik holatimizga qaytamdiq. Islom nuri dilimizni yo'ritgandan keyin biz endi yana shu jahiliyatni tilamdiq. Alloh taolo bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgandan keyin ozg'unlikqa qaytamdiq. Biz hergiz undaq qilmaymiz. Agar biz shunday qiladigan bo'lsak, shaytonlar ozdirib bir cho'lga boshlab borgan, aqlini yo'qotib hayronlikda yo'lini topolmay bu cho'lda tangirqab qolgan, do'stlari beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirib tursimi, u tangirqash tufaylidan chaqiriqni anqirolmay qolgan bir odamga o'xshab qolamiz. Bunda holatdagi bir odam qandoqmi chaqiriqni anglay olsin? Alloh taolo uning dilini pechatlayotgan, ko'zini pardalayotgan mundaq bir odamni Alloh taolodan boshqa kim to'g'ri yo'lga hidoyat qila olsin? To'g'ri, iymon etgandan keyin Alloh saqlasin murtad bo'lib iymondan yinib olgan odam nishonni yo'qotgan va do'stlari hidoyat yaxshidir. Nijotliq va to'g'ri yo'l bu yerda. Biz tarafga kel deb uni to'g'ri yo'lga chaqirib tursimi, ularning chaqiriqiga quloq solmagan odamga o'xshashdir. Bundaq odam o'ziga hech bir foyda yetkazolmaydigan narsalarga berilib ketganligi va tangirqashdan gangirab qolganligi uchun do'stlarining chaqiriqiga javob bera olmaydi. Aslida bundaq odamlar o'zlari qilayotgan yomon ishlarni yaxshi deb o'ylab qolganlikdan do'stlarining chaqiriqiga ergashmaydi. Ey payg'ambar, u kofirlarni yeniga chaqirib, ularga aytganki, Alloh taoloning hidoyati haqiqiy va asli hidoyatdir. İslam yo'li haqdir va to'g'ri yo'ldir. Biz olamlarning Robbi bo'lgan Alloh taologa iymon etib, musulmon bo'lishga buyurildik. Biz o'zimizni Alloh taoloning amriga topshirib, uningga bo'ysundik. Uning yo'liga kirdik. Chunki dunyo va oxiratlik bütün yaxshiliklar faqatla islom dinidir. Biz yana namozni to'liq va mukammal ado qilishga, oshkora va yoshirin bütün hollarda Alloh taolodan qo'rqishga va taqvodor bo'lishga buyurildik. Alloh taolo oxiri hammamiz dargohiga to'planadigan zotdir. Demak, qiyomat kuni barliq xaloyiq Alloh taoloning huzurida to'plandi. Alloh taolo osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratgan. Shundaqla koinotda hukm suratgan qonuniyatlarni yaratgan zotdir. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Yani osmonlarni va zaminni va ularning orasidagi narsalarni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat hikmat bilan yaratdik. Ammo ularning to'lisi buni bilmaydi. Robbana ma xalaqtu haza batila, ya'ni ey Robbimiz sen buni bekor yaratmading. Alloh taolo qandaqla bir narsaga bo'l degan kuni u narsa shu lahzaning o'zida vujudga keladi. Yaratish Alloh taoloning mushu birla amr farmoni bilan amalga oshadi. Alloh taoloning qandaqla bir amr farmoni ana shundoq darhol amalga oshadi. Ala lahul xalqu val amr. Yani bilinglarki yaratish va amr qilish Allohning ilkididir.
Barcha hükümranlık ve mutlaq padişahlık faqatla Allah Taala xasdır. Qiyomat qayım bo'lib sürüt çilinganda osmonlardagi va zimindagilarning hammasi, hatto o'lim farishtasimi sur chalgan Isrofil alayhissalommi o'ladi. Ikkinchi qatam sur chilinganda insonlarning hammasi terildi va hisob maydoniga to'planib, Alloh taoloning ularni qanday qiladiganligini kutib turishdi. Alloh taolo ko'rinadigan va ko'rinmaydigan olamlarning hammasini biladi. Alloh taolo hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammadan xabardordir. Biz mushuncha mukammal sifatlarga ega bo'lgan Alloh taoloni qo'yib, bizga foyda yetkazolmaydigan yoki bizni ziyondan qo'g'dab qololmaydigan shu ojiz maxluqotga cho'qinamdiq. Aqli sog'lom odam hargiz bunday qilmaydi. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. Ya'ni unda qilmaysizlar. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Alloh xolisa sizlar ko'tarib yetishni tilab iltijo qilgan baloni ko'tarib yetadi. U chaqda sizlar Allohga shirk qilib olgan butlarni unutysizlar. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani ey Rabbimiz sana ibadet qilamiz ve senden yardım tilaymiz. Muhim nuqtalar. Müslüman bo'lgandan keyin iymondan yenib ketishning jazosi haqiqatan og'irdir. Mundaqlar bu dunyoda rashvo bo'ladi, oxiratda qattiq azoblarga duchor bo'ladi. Ikkinchi, azg'unlarning kishilarni azdirish yo'llari va usullari intayin ko'pdir. Shu musulmon odam hushyor bo'lishi va shaytonning keyniga kirib aldinib qolmasligi lozim. Alloh taoloning yo'lidan boshqa to'g'ri yo'l yo'qdir. Islomdan boshqa dinni tanlaganlar cho'qim ziyon tortquchilardir. Hidoyatning yo'li islomdan iborat birdir. Ammo azg'unlikning yo'llari sanab bo'lolmagudek darajada ko'pdir. To'rtinchi, musulmon bo'lgan kishi o'zini va butun ishlarini Alloh taoloning amriga topshirgan bo'ladi. Mundaq kishining ibodatlarning bishi va katisi bo'lgan namozni vaqtida to'liq ado qilishi, oshkora va yoshirin butun ahvollarda Alloh taolodan qo'rqishi, taqvodor bo'lishi talab qilindi. 5. Qiyomatning bo'lganligi aql va dinning birdek talabidir. Dunyodagi naqchiliklar, yo'lsizliklar va adolatsizliklar naqchilik bo'lmaydigan, adolatsizlikka yo'l qo'ymaydigan bir kunning bo'lishini taqozo qiladi. İkinci, İbrahim aleyhisselamның müşriklerini mat qilishi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala İbrahim li abihi azara atattakhizu asnaman alihatan inni araka ve qavmaka fi dalalin mubin. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Tercümesi 74. ayet. Öz vaqtda İbrahim atisi Azer'ge sen butlarni ilah qilib olalamsan, sheksizki men seni va qavmingni op-ochiq bir azg'unlikda ko'ryapman dedi. Shuningdek İbrahimni qat'iy ishonuvchilardan bo'lsin deb biz onun osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini ko'rsatdik. 76. ayet. İbrahim kechining qorong'uliqqa bosganda bir yulduzni ko'rib, bu mening Robbimdir dedi. Yulduz petib ketibdi, men petib ketishlarni yoqtirmayman dedi. 77. ayet. U ayning tuqqanligini ko'rib, bu mening Robbimdir dedi. Ay petib ketibdi, agar Robbim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim azg'un qavmning qatorida bo'lib qoladi ekanman dedi. 78. ayet. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, bu mening Robbimdir. Bu hammadan cho'ng ekan dedi. Quyosh petib ketibdi. U aytdiki, ey qavmim, men sizlar shirk qilib olgan, men sizlar Allohga shirk qilib olgan narsalardan uzul kesil, ada judaman.
79. ayet. Şeksizki men barcha batil dillardan yiroq bo'lib, osmonlarni va zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Tafsiri. Arablar o'zlarini İbrahim alayhissalomning dinida deb gumon qiladi. Ular İbrahim alayhissalomning payg'ambar ekanligini e'tirof qiladi va o'zlarini uning yo'lida mingyapmiz deydi. Mana bu İbrahim alayhissalomning qissasi bo'lib, İbrahim alayhissalom Arab mushriklarga o'xshash Alloh taologa mahluqotni shirk qilib oladigan azg'unlardan emas edi. İbrahim alayhissalom o'z qavmini butlarga cho'qinishdek xurofotdan qutuldirib, ularning qalbiga tavhid aqidasini yerlashtirish uchun to'xtamasdan tirishadi. Gah ularga vaz nasihat qiladi, gah ular bilan munozirlashadi. Ularning butlarga cho'qinayotganligi uchun ular bilan hamisha qarshilashadi va ularning bu nachar qilmishlariga noroziligini bildirib turadi. İbrahim alayhissalom shundoq mukammal mo'min zot tursa, butga cho'qingan bu mushrik arablar o'zlarini qandoqmi İbrahim alayhissalomning diniga mansub bo'lsin, İbrahim alayhissalom bularning qilmishlariga rozi bo'lamdi. Allah Taala Peygamber aleyhisselamni İbrahim aleyhisselamның öz qavmi bilan munozirlashgan jarayonlarini Arab mushriklarga bayon qilib berishga buyurdi. Buningdan maqsad Arablarni butlarga cho'qinishdan iborat bu qabih qilmishini yondirish va ularning ochiq azg'unlikda ekanligini o'zlariga bildirib qo'yishdir. Ey payg'ambar, o'z vaqtida İbrahimning butga cho'qindigan otasi Azarga aytgan so'zlarni eslaginki, u otasiga mundaq degan edi: "Ey ota, sen seni ve hamma mevcudatni yaratgan Allah Taala'nı qayırıp qo'yib, qo'lidan hech bir ish kelmaydigan butlarni va haykallarni iloh qilib olamsan. Men seni va qavmingni ochiq azg'unlikda ko'ryapman. Sizlarning toshdan, yog'ochdan va tuproqdan yasab olgan bu butlarga cho'qinishinglar nima degan yomon azg'unlik, ha? Haqiqatan bu ochiq azg'unlikdir. Sizlar o'z qo'linglar bilan yasab olgan narsalarga cho'qinamsizlar. Sizlarni yaratgan zot Alloh taolo tursa, qandoq uni qo'yib hech narsani yarata olmaydigan va sizlarga qilcha foyda yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinsizlar. Agar aqlinglarni ishlatsanglar, sizlar hurmat va martaba jihatda bu butlardan va barliq saxta ilohlardan albatta ustunsizlar. Chunki Rabbinglar sizlarni barcha mahluqotlardan hurmatli inson qilib yaratdi emasmi? İbrahimga otasining va qavmining ahvolini, ularning ochiq azg'unlik ichida ekanligini ko'rsatganimizga o'xshash, osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini va ba'zi haqiqatlarni orqa-orqadan ko'rsatdik. Buning bilan İbrahim mahluqotning sir asrorlaridan va koinotning ba'zi yoshirin taraflaridan xabardor bo'ldi. Alloh taoloning osmonlardagi va zamindagi podshohligining va hukmronligining sirlarini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Alimlarning eng zamonaviy uskunalari bilan koinotda ko'rgan narsaları Allah Taala'nın mevcudatlığı nispeten payansız çöldeki bir dal qum danısıga teng kelmaydi. İbrahimga koinotdagi ajoyibotlarimizdan va uningdagi qonuniyatlar, go'zal san'atlar va mukammal intizom qatorliqlarning mukammal intizom qatorliqlarining namoyandalaridan ba'zisini ko'rsatdik. Sun'allahillazi etqana kulla şey. Yani bu hamma narsani mukammal yaratgan Allohning san'atidir.
İbrahim Aleyhisselam'ın kainatda hüküm süratkan ilahi kanuniyetlerini, Allah Teala'nın məxluqatını idare qilishidagi ilahi hikmetlerini bilişi, bularni azgın müşriklarga karşı delil ornida qo'llanishi, özünün imanini tiximi güçlendirish uchun Allah Teala tarafidan uningga osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini va ba'zi haqiqatlar ko'rsatilgan. Shunday qilib Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ның tefekkür dairesini kengaytdi. Aqlini o'tkir qildi. Kecha vaqti kirib o'zining qorong'ulik pardasi bilan olamni yo'g'ib olgan bir vaqtda İbrahim alayhissalom boshqalardan farqli holda olamni yo'ritib turayotgan, nuri yer jahonni aydinlatgan bir yulduzni ko'rdi. U qavmining ozg'unligiga qarshi keltiradigan dalillarni hozirlash uchun munozara o'rnida ularga "Bu mening Robbimdir" dedi. Yulduz petib kechining qorong'ulik pardasi olamni qorshib olganda, u bu hargizmi iloh bo'lolmaydi, chunki u ko'rinadigan chunki u ko'rinadi orqadan yo'qolib ketadi. Men petib ketkichlarni yoqtirmayman. Ey qavmim, sizlar bundoq ko'rinib qo'yib petib ketadigan narsalarni iloh deyishdan voz kechinglar. Bundoq narsalarning ilohligiga men ishonmayman. Ko'rinib qo'yib orqadan yo'qolib ketadigan narsalar insonlarga nima foyda keltira oladi dedi. İbrahim alayhissalom otasiga yana "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u ve la yubsiru ve la yughni anka şey'a." Yani ey ata, sen nimishqa anlamaydigan, ko'rmaydigan ve sen hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan degan. İbrahim Aleyhisselam qavmini qoyil qilish maqsadida boshqa bir usulni qo'llanishga o'tgan bo'lib, u ayning chiqayotganligini, o'zining aydinligi bilan har tarafni yo'ritayotganligini va ayning yulduzlardan bakrak yorug'lik berayotganligini ko'rib, "Bu mening Robbimdir" dedi. Chunki iloh deyishga to'g'ri kelsa, amaliyotda ay yulduzga nisbatan cho'ngroq ko'rinadi. İbrahim Aleyhisselam ayning petayotganligini ko'rib, "Bu nima gap? Robbimning nomi bilan qasamki, kainatning, yulduzlarning va ayning yaratquchisi bo'lgan egam meni hidoyatga nasib qilmagan bo'lsaydi, albatta men butga cho'qinadigan azg'unlarning qatoridan bo'lib qoladi ekanman" dedi. Uning bu so'zi yulduzlarga va butlarga cho'qing'uchlarning cho'nqur azg'unlikda ekanligiga ochiq ishorat qilmoq dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rish bilan quyosh bizga ko'ringan sayyoralarning eng cho'ngi va foydasi texmi cho'ng bo'lgani bo'lib, hayotning yo'riqlik va issiqlikning manbasi quyoshdir. Tiximi cho'ng bo'lgani bo'lib, ko'ringan sayyoralarning eng cho'ng va foydasi tiximi cho'ng bo'lgani bo'lib, hayotning yo'riqlik va issiqlik manbasi quyoshdir. Mundaq dedi. Bu mening Robbimdir, chunki bu oydinmi cho'ng ekan. Oyga qaraganda buning foydasi va yo'riqligi ko'p ekan. İbrahim Aleyhisselam mundaq deyish orqali qavmiga yangi fikr va boshqacha tushuncha ilib kelgan bo'ldi. Quyoshmi petib yo'q bo'lishi bilan kechining qorong'uligiga besib kiribdi. İbrahim Aleyhisselam mundaq dedi. "Bu nima gap? Ey qavmim, men sizlarning Alloh taologa mahluqotni shirk qilib olishdek bu qilmishinglardan albatta yiroqman. Men sizlarga hargiz qo'shilmayman. Quyosh, ay va yulduzning ahvoli mana sizlar ko'rgandek bo'lib, ularning hech biri davomli turmaydi ekan. Bularning insonlar uchun manfaatli ekanligi aniq. Ammo sizlarning yog'ochdan, loydan, madandan va yerigan narsalardan yasab olgan butlaringlarga nima deysizlar? U narsalarning kimga foydasi bor? Ey Makka kofirlari, İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözlerini o'ylab ko'rdinglarmi? Shundan keyin İbrahim dediki, "Men Alloh taologa chin qalbim va butun vujudim bilan bo'ysundim. O'zimni va barliq ishlarimni uningga topshirdim. Chunki yegona iloh Alloh taolodir. Uning hech bir shirki yoki tangdishi yo'qdir. Har narsa uningga muhtojdir. U hech kimga va hech narsaga muhtoj emasdir. U jimi maxluqotni yaratgan, kainat va uningdagi hamma narsani parvarish qilib turayotgan, osmonlar bilan zamin orasida amr farmonlari joriy bo'lib turayotgan, kecha bilan kunduzni yaratgan, quyosh bilan oyning Robbi bo'lgan yagona podshoh Alloh taolodir." Quyosh bilan ayning Robbi bo'lgan yagona podshoh Alloh taolodir. "Ve men yuslim vejhahu ilallahi ve huve muhsinun faqad istamsaka bil urvatil vusqa ve ilallahi aqibatul umur." Yani kimki taat ibadatni mukammal qilgan holda butun vujudi bilan Allohga yuzlangan, u mahkam tutqiga eslagan bo'ldi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir.
İbrahim alayhissalomning o'z qavmi bilan intayin ho'sharlik va yumshoqlik bilan mantiqliq usulda munozara ilib borganligi har kimning diqqatini jalb qiladi. Eng tarsa so'zga quloq solmaydigan bir qavm bilan bu shaklda, bu uslubda yuzlashish donolikning alomatidir. Avval u men ketib ketkichlarni yoqtirmayman dedi. Ikkinchi qatimda agar Rabbim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'un qavmning qatorida bo'lib qoladi ekanman dedi. Uchinchi qatimda bo'lsa, o'zining mushriklikdan va Alloh taologa mahluqotni shirik qilib olg'uchilardan yiroq ekanligini dadil e'lon qildi. Inna bura'u inna bura'u minkum va mimma ta'buduna min dunillah. Ya'ni haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaringlardan ado judomiz. İbrahim alayhissalom o'z qavmi bilan munozirlashib, ularga qarshi o'tirib qo'ygan keskin dalillar bilan shirik aqidasining asosini yiqitib tashlagandan keyin o'zining aqidasini bayon qilib, shaksizki men barcha botil dinlardan yiroq bo'lib, osmonlarni va zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman dedi. Muhim nuqtalari. Birinci, Allah Teala'ni bari ve bir deb itiqat qilish, yani insonlarda yaratilish bilan birga shakllangan tabiiy ong bo'lib, mushriklik va ateizm iqimlari insoniyatga sirtdan kirgan xurofotlardir. Gunohlarning ichida eng cho'ng gunoh Alloh taologa mahluqotni shirik keltirishdir. Ikkinchi, hidoyat Alloh taoloning ilkididir. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini hidoyat bilan sharaflantirdi. Ammo to'g'ri yo'l tepishni xohlamaganlar, haqiqatning sadosiga quloq solmaganlar Allah Teala'nın hidayetinden mehrum kalgıçılardır. Hidayet en çok nimettir. Üçüncü, Allah Teala'nın kainattaki güzel sanatları, mahlukatları ve tabiatı bekitip etken kanuniyetleri üstüde tefekkür kılış, Allah Teala'nı tunuş ve onunla tıkım yakınlık hasıl kılışının amelidir. Tefekkürün ne kadar ehemmiyetli ikenlikini bilişimiz için onun ibadet katarından sanalganlığı yeterliktir. Dördüncü, Allah Teala'nın dinini, Peygamber Aleyhisselam'ın hakkını, Kur'an-ı Kerim'nin Allah sözü ikenligini kişilerge tushuntirishda aqliy dalillarni qo'llanish talab qilindi. İbrahim alayhissalomning da'vat qilish usuli da'vat yo'lidagi barliq ishlar uchun ta qiyomatgacha eng esil ulgudir. Ilgari qilib qolgan joydan 10 bet o'qigan bo'ldim. Endi bugün biz o'qiydigan 471 betdan 480 betgacha bo'lgan bugunlik vazifamizni o'qay. 400 471 bet. 468 betden başlayıp okuyayım çünkü ayetler tefsiri şu yerden başlanırken 54. ayet, yani Sure Ahraf'ın 54. ayetinden başlayıp okuyayım. Allah Teala'nın birliği ve duanın edepleri. Bismillahirrahmanirrahim. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Tercümesi 54. ayet. Şüphesiz ki sizlerinin Rabbinlar asmanlarını ve zeminini 6 gün yaratkan. Andın erşinin üstüge özüge layık ravishda örlegen, keçi bilen kündüzünü yipip, bir-birini qoğlashadigan, quyosh, ay ve yulduzlarni özünün emriga bo'ysunadigan qilib yaratgan Allohdir. Bilinglarki, yaratish ve emir qilish Allohning ilkididir. Alimlarning Rabbi Allohning barkati buyukdir.
55. ayet. Rabbinglarga yalvarıp turup pes ovozda duo qilinglar. Sheksizki Alloh haddidan oshirib o'tganlarni yaxshi ko'rmaydi. 56. ayet. Allah payg'ambar avatib yer yuzini isloh qilgandan keyin uningda buzg'unchilik qilmanglar. Azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda Allohga duo qilinglar. Sheksizki Allohning rahmati taat ibodatni mukammal qilg'uvchilarga yaqindir. Tafsiri. Sizlarning Rabbinglar, sizlarning eganglar va sizlarni parvish qilib turayotgan zot Alloh taolodirki, uningdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Shunga sizlar ibodatni va barliq taatni Alloh taologa qilinglar. Yordam va madadni uning o'zidan tilanglar. Alloh taolo osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratgan. Ondan o'ziga loyiq ravishda arshning ustiga o'rlagan. Butun mavjudotni yo'qdan bor qilgan, koinotning nizomlarini hikmat bilan belgilagan, zaminda egiz tog'larni qilgan, ilm, hikmatlik, cheksiz qudratli zotdir. Va inna yawman 'inda robbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya'ni haqiqatan Rabbingning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Agar Alloh taolo xohlasaydi, barcha mavjudotni bir lahzaning ichida yaratib bo'lishga qodir edi. İnnema emruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Yani Allah birer şeyini yaratışını irade kılsa, faqatla unuğa bol deydi de o derhal boludu. Allah Taala hemmege qadir, hatta asmanlarını ve ziminni bir lahzada yaratışqa mu kudreti yetadigan turuqluq. Ularni 6 kunda yaratganligida elbette hikmet var. Asmanlarning va zaminning yaratilishi haqiqatan katta ishdir. La xalqus samawati val ardi akbaru min xalqin nasi walakin aksarun nasi la ya'lamun. Ya'ni asmanlarning va zaminning yaratilishi elbette insonlarning yaratilishidan cho'ng bir ishdir. Ammo insonlarning to'lisi buni bilmaydi. İmam Malik Summesteve alel arş degan oyatning ma'nosi to'g'riliq so'ralganda Allohning arshning ustiga o'rlaganligi aniq. Ammo uning qanday ravishda, qanday shaklda o'rlaganligi aniq emas. Buningga iymon etish farzdir. Bu to'g'rida savol so'rash bidatdir deb javob bergan. Sahobalar va ulardan keyingi tabiin ulamolari Alloh taoloning Qur'on Karimda kelgan sifatlarni ta'vil qilmasdan, Alloh taoloni hech kimga o'xshatmasdan Qur'on Karim va sahih hadislarda kelgan bo'yicha qabul qilib, shu bo'yicha e'tiqod qilish kerakligini qaror qilgan. Ammo keyingi ulamolar bu sifatlarni ta'vil qilib, har xil ma'nolarni aytgan bo'lsa-mu, eng to'g'risi sahobalarning va tabiin ulamolarining aqidasi bo'yicha Alloh taoloning sifatlarini ta'vil qilmay, kelgan bo'yicha ma'no aytishdir. Allah Taala öz hikmetiga asosan kechini qorong'uliqi bilan kunduzni yo'gaydigan va kunduzning nurini yopadigan qilib yaratdi. Chunki kecha dam olish va rohatlanish uchun, kunduz ishlab tirikchilik qilish uchun belgilangan vaqtlar bo'lib, kecha bilan kunduz bir-birini qo'llashgandeklar bir-birining keynidan kelib o'rin olmishdi. Alloh Taolo kun, oy va yulduzlarni o'zining amriga bo'ysunadigan va o'zining xohishi bo'yicha harakat qiladigan qilib yaratdi. Vaqtchilik shundoq aylanib turdi. Osmondagi sayyorlar va cho'ng kichik hajmlik barliq yulduzlar Alloh taoloning boshqarishi va irodasi bo'yicha harakat qilib turadi. Alloh taolodan boshqa hech kimning ularga aralashish yoki boshqarish haqqi yo'q. Buningga hech kimning kuchi yetmaydi. Ey insonlar, sizlarga sonsiz ne'matlarni ato qilgan karamlik Rabbinglarga kamtarlik va tuvanchilik bilan past ovozda samimiy duo qilinglar, chunki duo ibodatdir. Duoni past ovozda qilish Alloh taologa yalvarishning adablaridan sanaladi. Ammo o'lik duo qilsam gunoh bo'lmaydi, chunki maxfiy yoki past ovozda duo qilish riyodan yiroq, xolislikqa yaqin bo'ladi. Chunki Alloh taolo bizga bizning jon tomirimizdan yaqin turgan yerda ovozimizni ko'tarib varqirab duo qilishga hech bir hojat yo'q. Qur'on Karim Zekeriya alayhissalomning duosini maqtab, iznada robbahu nidaan xafiyya. Ya'ni u o'z vaqtida Robbiga past ovozda munojat qilgan edi degan. Sahobalarning ko'pincha amallari va duolari maxfiy holda bo'ladi. Sheksizki Alloh taolo har qanday bir ishni chekidan oshirib o'tishlarni yoqtirmaydi. Duoda shundoq. Chunki duoda ovozni qattiq yuqori ko'tarish, boshqalarni qarg'ash yoki urug' tuqqanchilik rishtasini uzish uchun
duo qilish yoki boshqalarga o'zini taqvo ko'rsatish niyatida duoda ovozni ko'tarib yig'lash qatorliqlarning hammasi duoda haddan oshganlik va dinning cheklamasidan halqib ketganlikdir. İnsanlar Allah Taala yer yüzüdə sizlərə kerakli mənfəətlərini yaratıb verib, zəminni islah qılıb tüzgəndən keyin onu da buzğunçuluq qılmanglar. Yer yüzüdə buzğunçuluq qilish degan bu ibare adam öldürüş, oğurluq qilish, bulançılıq qilish, haraq ichish, zina qilish, jazoni qilish, ne'matga tuzkorlik qilish qator gunoh masiyatlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bularning hammasi yer yüzüdə buzğunçuluq terg'anlikdir. Allah Teala'ga azabından qorqqan və rəhmətini ümid qılğan halda dua qılыңlar. Unutmanglar ki, Allah Teala'nın rəhməti dünya və axirətlik işlərdən hər bir işini qıdırqanıb mükəmməl qıldığanlarga ən yaxındır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Yani asmanlardaki ve zimindeki nersler Allah'ındır. Allah ularını yaman iş kılganlarını, kılmışları qarab cezalaş, taat ibadetlerini qatır qınıp kılganlarını, mükafatlarının en yaxşısı bolgan cennet bilen dartıqlaş üçün yarattı. Mühim nöqtləri. Allah Taala'nın sübetlerini burmulamasdan, məxluqatның sübetlərinə oxşatmasdan, kelgen boyunca qabul qılıb itiqad qilish talab qılındı. İkinci, Allah Taala'ga dua qilish onun ibadet qılganlıqdır. Belki dua en halis ve en samimi ibadettir. Çünkü köp hallarda duada riya bolmaydı. Üçüncü, duanı Allah Taala'ga yelinip, yalvarıp mahfiy halda qilish duanın edeplerden sanıldı. Dördüncü, günah məsiyetlerini sadır qilish yer yüzde buzğunçuluq terg'anlıqdır. Beşinci, her bir işin ixlas bilan qatır qınıp qilish musulmonlarning en asosli mecburiyetlerden biridir. Ölgenden keyin terilishning dalillari. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي حبس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Tercümesi 57. ayet. Allah rahmeti bulgan yağmur yağış aldıda şamallarını bişaret qilib əvətadigan zatdır. Şamallar eğir bulutlarını götürgen çağda biz o bulutlarını ölüp qaqas joylarga sürümüz. Onundan yağmur yağdırıp türlük meyvelerini çıkarmız. Biz kıyamet günü ölüklerini kabirlerden ana şundaq çıkarmız. Bunundan ibret algaysızlar. 58. ayet. Munbet yerinin ösümlüki Allah'ın iradesi bilen toluq önüdür. Mümin adamı şuna oxşaş bulup Allah'ın ayetlerden menfaat alıdı. Naçar yerinin ösümlüki nayet qiyin ve naçar önüdür. Kafir şuna oxşaş bulup Allah'ın ayetlerden menfaat almaydı. Şükür kılıdığan kavim için ayetlerimizi muşundaq şekillerde bayan kılımız. Tefsiri. Şeksiz ki yağmur Allah Teala'nın rahmetinin namayendilerden biri ve bendlerge ata qılgan katta nimetidir. Şundaqla Allah Teala'nın ölüklerini terildirishga qodir ekanligining dalilidir. Şeksiz ki sizlarning Rabbinglar özünün rahmeti bo'lgan yağmurni yağdırış aldida mahluqatlarga bu rahmetning elchileri bo'lgan shamollarni avatadigan zatdir. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'targanda ularni suvsizlikdan qag'jirab, qaqasliqqa aylanib qolgan qup-quruq joylarga surimizda uningdan shakli, rangi, hajmi, ta'mi va purqiga har turli bo'lgan mevalarni chiqaramiz. Xuddi suvsizlikdan qurib ketgan qaqas zaminga yağmur yağdırış orqali uningdan har xil o'simliklarni va mevalarni chiqarganimizdek o'lganlarni qiyomat kuni qabrlardan shundoq chiqaramiz va ularni hisob maydoniga yig'amiz. Chunki Rabbinglar Alloh taolo hamma narsaga qodirdir. U tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqaradi. Har holda sizlar bundan ibrat, vaz-nasihat va o'git elib o'lgandan keyingi terilishning rost ekanligiga bo'lgan iymoninglarni kuchaytgaysizlar. Ahvol shundoq tursinmi, o'lgandan keyingi terilishga ishonmaydiganlar bor. Bu aslida ajablanarlik emas. Chunki insonlar tushunish va aql idrokda xuddi zaminga o'xshash bo'lib, zaminning o'simliklar yaxshi undigan munbat yerlari, o'simlik unmaydigan, unganda nihoyatda tez va oz undigan nachar yerlarmi bor. Alloh taolaning ne'matlariga shukr qilgan qavm uchun oyatlarimizni mana shundoq badiiy shaklda bayon qilib beramiz. Allama Faxriddin Razi mundaq degan: bu ayet şununla işaret kılıdı ki mümin adamın kalbi munbat ziminiga o'xshaydi. Munbat zimin yağmurni qabul qilib, güzel o'simliklarni chiqarib bergandek, mümin adam Allah Taola'nın kalamını algan hemen onu qabul qılıdı.
Ondan Alloh taolo uningga hidoyatni va barliq yaxshiliklarni nasib qiladi. Kafir odamning qalbi nachar, qattiq zaminga o'xshaydi. Nachar, qattiq zamin yomg'irni qabul qilmaganlikdan uningda hech narsa ungandi bu nihoyat qiyin va oz ungandek, kafir odam Alloh taoloning kalomini anglamaydi. Anglagan taqdirda uni qabul qilmaydi. Shuning bilan u odam Alloh taoloning hidoyatidan va yaxshiliklardan mahrum qoladi. Birinci qiyomatning bo'ldiganligiga muhim nuqtalari. Birinci qiyomatning bo'ldiganligiga u kunlik hisob berish, mukofot, jazo, jannat, do'zax qatorliq oxirat haqiqatlariga ishonish iymonning asosli ruknlaridan biridir. Ikkinchi, insonlarning atrofidagi o'zi ko'rayotgan shaylarni ularning ko'zlaridan g'oyib haqiqatlar uchun misol qilish Qur'oni Karimning badiiy uslublaridan biri bo'lib, ular ko'rib bakmagan narsalarni ularning aqliga yaqinlashtirib tushuntirishni maqsad qiladi. Masalan, Qur'oni Karim jannatlarda anar, üzüm qatorliq mevalarning borligini xabar beradi. Payg'ambar alayhissalom fiha ma la aynun ra'at va la uzunun sami'at va la xatara ala qalbi bashar. Yani cennette ko'zlar ko'rib bakmagan, quloqlar anglab bakmagan ve hiç kim xiyoliga keltirib bakmagan ne'matlar bor degan. Bu hadis Qur'oni Karimda tilga elingan mevalarning bu dunyoning mevalariga o'xshamaydiganligini, o mevalarning ismlari faqat kishilarning aqliga jannatning mevalarini yaqinlashtirish uchun bayon qilinganligini ochiqlaydi. Boshqa masalalarmi buning o'xshashdir. Uchinchi, ne'matga shukr qilish, ne'mat berishni unutmaslik odam bolalariga xos esil axloq va insoniy majburiyatdir. Nuh aleyhisselam'ın kıssası. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بدلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Tercümesi 59. ayet. Şeksiz ki biz Nuh'ni öz kavmiga peygamber kılıp evettik. O iyi kavmim Allah ibadet kılınlar. Sizlerge Allah'tan başka hakiki ilah yoktur. Men hakikaten sizlerinin büyük günün azabı kılışanlardan ensiravatımın dedi. 60. ayet. Kavminin katta başları biz seni rastlı op oçuk azgullıkta dep karaymayız dedi. 61. ayet. Nuh etti. Ey kavmim, mende qilchilikmi azg'unlik yo'qdir, lekin men olimlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman.
62. ayet. Men sizlarga Rabbimning amr farmonlarini yetkazman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohdan kelgan vahiy soyasida sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. 63. ayet. Sizlarni kufrining oqibatidan ogohlantirish uchun, qiyomatning azobidan saqlanib, rahmatga erishishinglar uchun sizlarga oranglardan bir kishi orqali Rabbinglarning vahiysi kelganligidan hayron qilyapsizlar. 64. ayet. Ular yanılar Nuhni yalğanğa chiqardi. Biz Nuhni va uning bilan kemiri birga bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni bo'lsa, suvga g'arq qildik. Chunki ular dili ko'r qavm edi. Tafsiri. Alloh taolo ilgirki oyatlarda o'zining birligiga va cheksiz qudratiga dalolat qiladigan alomatlarni bayon qilib, qiyomatning o'lgandan keyingi terilishining haq va rost ekanligini bayon qilgandan keyin payg'ambar alayhissalomga qavmidan yetgan aziyatlarga tasalli berish uchun ilgirki payg'ambarlarning qissalarini, haq dinni inkor qiluvchilarning ibratlik oqibatlarini yondashtirib keltirgan. Va kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak ve ca'aka fi hazihil haqqu ve mev'izatu ve zikra lil mu'minin. Yani peygamberlerin haberlerden senin köңlüңni tindirdigan her bir haberini sana bayan kılıp beriyatimiz. Bunun da bu sürede sana hakikat, müminler için vez nasiyet ve bir agahlandırış geldi. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Yani ularning barliq payg'ambarlarning qissalarida aql egalari uchun albatta ibrat bor. Alloh taolo Makka ahliga qasam bilan ta'kidlab aytadiki, ilgari Nuh alayhissalom o'z qavmiga payg'ambar qilib avatilgan edi. U qavmiga vaz nasihat qilib, "Ey qavmim, ey tuqqanlarim, sizlarni eng mukammal yaratib, eng chiroyli shaklga kirgizgan Rabbinglarga ibodat qilinglar va uning buyurganlarini o'rindanglar. To'sqanlardan yeninglar. Chunki u osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini sizlarning manfaatinglar uchun yaratib bergan va sizlarga ulardan foydalanish yo'llarini ko'rsatgan zotdir. Sizlarga Alloh taolodan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Ibodat qilishga, iltijo qilishga va yordam tilashga uningdan boshqa loyiq zot yo'qdir. Shunga men sizlarni Alloh taologa ibodat qilishga buyurayman. Chunki men sizlarga qiyomat kuni cho'ng azobning yuzlanishidan ansirayotman degan edi. Qavmining cho'nglari uningga qarshi chiqib, "Ey Nuh, biz rostla seni azg'unlikda deb qaraymiz. Sen qandoqlarcha bizni ilohlarımizga cho'qinishdan to'sasan, ota-bobolarimizmi bu ilohlarga cho'qinib o'tgan tursa, sen bu yangi dinni nereden tepib kelding? Shunga biz seni cho'qim azg'unlikda deb qaraymiz" dedi. Bu ajablanarli emas. Chunki bunda qarshi chiqish azg'unlarning o'rtaq odati bo'lib, har qanday bir millatning katta boshlari va nopozli odamlar ichida o'zlarining obro'yiga va nopoziga ziyon yetishdan ansirab haqiqatga qarshi chiqargan, haqiqatga chaqirg'uvchilarni yomon ko'rganlar bor. Nuh alayhissalom ularga javob berib dediki, "Ey qavmim, men asla izib qolgan emasman. Haq va to'g'ri yo'ldan chinqab ketgan emasman. Menda qilchilikmi ozg'unlik yo'qdir. Mening sizlarni Alloh taoloning bir ekanligiga e'tiqod qilish, ibodatlarni uning o'ziga qilishga buyurganligim hargizmi ozg'unlik emas, balki haqiqatning o'zidir. Men faqat olamlarning yaratuvchisi va yagona Robbi bo'lgan Alloh taolo tarafidan sizlarga avatilgan payg'ambarman. Sizlarni to'g'ri dinga boshlayman. Sizlarni dunyo va oxiratda sizlarga saodat elib keladigan ishlarga buyurayman. Men faqat sizlarga Robbimning vahiy orqali menga nozil qilgan oyatlarni yetkazyapman. Men Alloh taologa, uning farishlariga, payg'ambarlarga, kitoblarga, qiyomat kuniga, u kundagi hisob, mukofot, jazo, jannat, do'zax qatorli haqiqatlarga iymon keltirishdan iborat menga kelgan haq dinni sizlarga yetkazyapman. Sizlarga yana ibodat, axloq, muomala qatorliq masalalarning qoida usullarini o'rgataman. Ey qavmim, men rostla sizlarga nasihat qilyapman va sizlarni Alloh taoloning azobidan ogohlantiryapman. Men bir payg'ambar bo'lish sifatim bilan Alloh taolo tarafidan kelgan vahiy orqali sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Mening bu vaz nasihatlarim o'z tarafimdan emas, balki Alloh taolo tarafidan menga nozil qilingan vahiydir va Alloh taoloning menga bildirganlaridir. Men sizlarni Alloh taologa uning mahluqotini shirk keltirishning oqibatidan ogohlantiryapman. Sizlar oranglardan bir kishi sizlarga payg'ambar bo'lib kelib, Alloh taoloning dinini o'z tilinglarda yetkazganligidan ajablanyapsizlar. Shu sababdan meni inkor qilyapsizlar. Bu ajablanarli ishmi? Chunki Nuh alayhissalomning qavmi uning payg'ambar bo'lganligiga hayronlik dedi. Shunga ular qandoqmi bir inson payg'ambar bo'lib kelsin? Bunday ahvolni ota-bobolarimizdan anglab boqmagan ekanmiz. Agar sening Robbing payg'ambar avatishni xohlasa, albatta farishta avatmasmidi deb uningga qarshi chiqqan edi. Nuh alayhissalom so'zini davomlashtirib,
Mən peyğəmbərlik vəzifəmnin təqəzzası boyunca sizlərni küfrlüknىڭ aqibətini agahlandırıyorum. Sizlərə gəlgüsü azabdan xəbər veriyorum. Sizlərni axirətnin qattiq azabından qorxutuyorum dedi. Deydi. Amma kafirlər Nuh alayhissalamni inkar qilishda ching turdi. Uning vaz-nasiyatlarini qabul qilmadi. Alloh taologa itoat qilmadi. Ular buning bilan azg'unliq patqoqlarga tixmi cho'kib ketdi. Ularning orasidan intayin az kishilar iymon etdi. Qolganlari o'zlarining kufrliqida ching turib oldi. Shuning bilan iymon etmaganlarning oqibati to'liq ibratli bo'ldi. Alloh taolo Nuh alayhissalam bilan uning ergashgan oz sondagi mo'minlarni qutqizib qilib, qolganlarning hammasini to'pon balasida suvga g'arq qilib, butunlay halok qilib etdi. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlar, payg'ambarimizni yolg'onga chiqarganlar to'pon balasida suvga g'arq qilinib yo'qotildi. Buningda ajablanish yo'q, chunki ular azg'unlikqa ketib ketgan, hidoyat va to'g'ri yo'lda mengishni xohlamagan, qalblari o'zlarining yomon qilmishlari sababli pechatlangan qavm edi. Ey Muhammed alayhissalamning ummati, sizlarning oqibatinglarning Nuh qavmining oqibatiga o'xshash bo'lib qolishidan hazar aylanglar. Alloh taolodan qo'rqinglar. Kofirlarning yo'liga ergashib, haqiqatga qarshi chiqishdan hazar aylanglar. Bu qissa Hud surasida tafsili va keng bayon qilingan. Muhim nuqtalari. Muhammed alayhissalam xuddi Nuh alayhissalamga va boshqa payg'ambarlarga o'xshash Alloh taolo insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun avatgan haq payg'ambardir. Ikkinchi, tavhid islom aqidasining yadrosi va barliq amal ibodatlarning javhiri bo'lib, aqidasi durust bo'lmagan kishining qilgan amal ibodatlari qabul bo'lmaydi. Uchinchi, oxiratning azobiga uchrab qolishdan hamisha hazar aylash va undan saqlanish uchun tayyorlik ko'rish aqlli musulmonga xos aloyidlikdir. Chunki kofirlar qiyomat kuniga ishonmaganlikdan uning azobidan ansirmaydi. To'rtinchi, dunyolik manfaatga cho'qindiganlar haqiqatga dushman bo'ladi. Umum xalqqa foydali bo'lgan yaxshi ishlarga qarshi chiqadi. Beshinchi, yaxshi oqibat mo'minlarga xosdir. Oltinchi, haqiqiy ko'rlik dilning ko'rlik bo'lib, u ko'zning ko'rligidan albatta xatarlikdir. Hud alayhissalamning qissasi. Va ila arin ahahum huda qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Tərcüməsi 65-ci ayət. Ad qavmiga ularning qayrindishi Hudni payg'ambar qilib avatdiq. Hud: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Sizlar uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. 66-cı ayet. Onun qavmining kafir katta boshlari: Biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta yolg'onchilardan deb qaraymiz dedi. 67-ci ayet. Hud aytdi: Ey qavmim, men ahmoq emas, balki men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman.
68. ayet. Sizlerge Rabbimning emir fermanlarini yetkizmen. Men sizlerge işençlik nasihatçiman. 69. ayet. Sizlerni küfrünün akıbetinden agahlandırış için sizlerge aranglardan bir kişi arkalık Rabbinglarning vahiysi kelganligidan hayran kılvatamsızlar. Öz vaqtida Nuhning qavmi halak bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rniga daslatganligini, sizlarni qomatli qilganligini esinglarda tutinglar. Sizlar nijotlikqa erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. 70. ayet. Ular Ihud, sen bizni ata-bobolarimiz cho'qinib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar so'zingda rostchil bo'lsang, bizni ogohlantirgan azobni keltirib boqqin haqini, dedi. 71. ayet. Hud, sizlarga cho'qim Rabbinglarning azobi va g'azabi tushidi. Sizlar o'zinglar va ata-bobonglar iloh deb atab olgan. Bu vaqtda Alloh hech bir dalil tushirmagan atalmish ilohlar ustida men bilan munozirlashamsizlar. Undaqda sizlar kutinglar. Menmi albatta sizlar bilan birlikda sizlarga tushirgan azobni kutaman, dedi. 72. ayet. Biz Hudni va uning bilan birga bo'lganlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tal-to'kis halok qildik. Ular iman etmagan edi. Shuning bilan bugunlik kitob o'qish mushagicha. Endi saqish xotiramni yozmoqli bek uzun bo'lib ketdi. Raslam. Bugun sizlar qancha? Bugün 18, 17. kunlarnikini ko'rib boqaylik. Yeni bir sanat formu veya yaratıcı aktivite keşfedin. Yaratıcı keşifler sizi nasıl heyecanlandırır? Yazın. Yaratıcı keşifler hayatın sürprizlerle dolu bir macera olduğunu hatırlamanın ve sürekli öğrenmenin bir yolu. Bugün yeni yerlere gidin, yeni deneyimlere dalın ve kendi içsel dünyanızda yaratıcı bir keşif yolculuğuna çıkın. Çünkü yaratıcı keşifler hayatımıza renk katmanın ve potansiyelinizi keşfetmenin kapılarını açar, aralar. Bugün yeni yerlere gidin, yeni deneyimlere dalın. Bunu başka bir gün yapalım. Çünkü dün hiç bakmadım buraya. Bugün çevrenizdeki insanlara iyilik yapmak veya yardımsever olmak için bir fırsat yaratın. Başkalarına yardımcı olmanın size nasıl bir duygu verdiğini düşünün ve yazın. Duygu haritası çıkarma pratiği yapın. Wow. Ne demek bu? Duygu haritası çıkarma demek. Duygu haritası. Duygularınızı ve hissettiklerinizi renkler veya sembollerle ifade edin. Fark ettiklerinizi yazıya dökün. Duygu haritası çıkarmak, duygusal dünyanızı anlamanın ve içsel dengeyi sağlamanın bir yolu. Bugün hissettiklerinizi kağıda dökmek ve duygusal haritanızı çıkarmak için zaman ayırın. Bu pratik duygusal zenginliğinizi keşfetmenize ve içsel huzurunuzu güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Çünkü duygu haritası çıkarmak kendinizi daha iyi anlamanın ve duygusal sağlığınıza önem vermenin bir adımıdır.
Hay Allah'ım ya, bu 3 günde neler söylemiş ya. Kolay değil ki hiçbiri şu an. Duygu, duygu haritası. Galiba bunu ben yapacağım ya. Ama şimdi değil. Hmm. Yeni bir sanat formu veya yaratıcı aktivite keşfedin. Hmm. Yeni bir sanat formu. Ne bu şimdi? Bence şu aralarda yaptığım sanat formu bence grafik tasarımı oldu. İlanlarım olsun ya da başka Instagram'da paylaştığım ya da şeyler olsun. Hepsine böyle şey yaptım ya. Tasarım yaptım. Renkler, renk uyumu, e, görüntü, görüntüye daha önem verme gibi bir şeyler oldu ama sanat formu diyebilir miyiz buna? Diyebilir miyiz? Arkadaşlar kimse yok şu an. Kimse de fikir veremiyor bana. Neyse. O 7 Temmuz için bir şeyler yazacağım. Yaratıcı keşifler, hayatın sürprizlerle dolu bir mecra olduğunu hatırlamanın ve sürekli öğrenmenin bir yolu. Bugün yeni yerlere gidin. Dün ben yapmadığım bir şey yaptım. Yeni deneyimlere dalın ve kendi içsel dünyanızda yaratıcı bir keşif yolculuğuna çıkın. Sizlere müzik çaldırayım mı? Çaldırayım. Ah, switch account.
Let's be real. Most people
halısı %100 yün.
恍然大悟。Ben burayı okumuş muydum ya? Ya uzun zamandır burada da. Bunu da okumamışım. Hatta hiç kitap okumadım. Uzun bu kitaptı. Bir okuyan kime? Allah Allah. Oo. Ben bu Hoàng Davu degan kısmını okugan bo'lgan edim. Men çok okudum. Bugün 开始行动。以上几乎是一个完整的反思教程。如果你愿意从此开始每日反思，我自然会很高兴。不过，据我对众多实践者的观察，以下注意事项，你最好提前了解一下，省得走弯路。一是不要被形式所缚。比如，很多人以为每日反思必须一天不落，以致偶尔中断就会气馁放弃。其实，每日只是提醒我们要继续行动，偶尔中断也没有关系。我们可以把反思的关键词先记下来，等有空了再整理。如果某天真的一点感触都没有，那不写也没有关系。另外，也有一些人过于注重形式，用写正式文章的方式去写反思，以致消耗太多精力，丧失动力。请谨记，反思的最终目的是改变，而不是形式的完美。所以，哪怕只有一句话，且这句话让自己发生了改变，那么反思的目的也就达到了。三是尽量提炼认知点或行动点，不要沉溺于情绪释放或碎碎念。因为反思的最终目的是改变，所以要尽可能提炼出具体可操作的认知点和行动点，以指导未来的生活，否则很容易让反思变成日记，效果大打折扣。三是列行动清单。当反思足够多的时候，很多行动点就容易被遗忘。只是建立一个行动清单非常有必要，把最重要的行动点单列出来，时不时的看一眼，可以保证我们能继续的行动下去。四是对自己极度坦诚，反思是给自己看的，所以不用在意别人的目光。尤其是在反思痛苦的时候，一定要对自己极度坦诚，把心里最真实的想法挖掘出来。即使内心的想法让自己感到极度难堪、羞耻，但只要它是真实的，就对自己说出来，承认它并接纳它。对自己坦诚，接纳不完美的自己，才会让自己重生。五是要多阅读。很多人因为生活比较平淡，或在刚开始感知能力还不够强的时候，觉知不到触动点。这个时候不妨去阅读，因为好的书籍充满了高密度的思考与知识交流，总会获得触动你的观点和信息。保持耐心，持续练习，你的感知能力自然会越来越强。六是选择合适的记录载体。我不推荐纸质记录，因为搜索不方便，
建议使用电子文档做笔记，比如石墨文档或印象笔记之类的。过一流的生活。我一直很想知道一个人觉醒的起点到底在哪儿。现在大致有了一个答案，那就是觉知。当一个人能够觉知到什么是好，什么是不好的时候，就必然会主动做出新的选择。就像我每次走在人群中，看到有人含胸托臂的样子时，就会不自觉地提醒自己要挺胸抬头，以免和他一样显得没有精气神。但我观察了身边的很多人，他们大都不以为，甚至会无意识地模仿或被同化。在同样的生活环境中，有的人会随波逐流，而有的人能主动跳出，觉知到环境对自己的不良影响。这一切都源自个体的觉知程度。觉知自古以来都是精英的自我修炼方式，比如曾子的吾日三省吾身，富兰克林的每日觉察13种美德。如今我们不缺吃不缺穿，很多人生活富足，但他们未必能够上一流的生活。如果一个人缺乏觉知，那么即使每天免疫于世，也可能感受不到幸福和喜悦，甚至还会被无聊、空虚和痛苦所困。换言之，即使你没有玩过家赛，也可以通过提升觉知来增强自己感知世界、完善自我的能力。有了觉知，我们就能慢慢过上一流的生活，只是它来的不会那么快。后期共同改变，一起前行。2016年6月，我读了，怎么样？2016年6月，我读了李笑来的斯坦福大学创意成长课。那本书讲了什么，我已经想不起来了。但书中的一句话我却一直牢记在心：如果你想要的东西还不存在，那就亲自动手将它创造出来。读书大概就是这样，大段的文字读过，最后有那么一两句话打动了你，改变了你，阅读的意义就实现了。欣慰的是，我现在实现了这个愿望。在个人改变和成长的路上，我一直希望找到一本能够让自己提心观定的认知觉醒之书，可惜到现在都没有遇到完全满意的，于是心中动念，要不自己写一本。没想到3年不到，这本心意之作就呈现在这里了。
我相信这本书会成为成长领域的一个显著地标，为更多希望成长的迷茫者指路。我甚至坚信这本书至少可以穿透未来50年的时光，因为书中的理论很底层，主题也来自最真实的需求。而且都经过了我自己和众多读者的实践验证。只要人类的进化机制不变，每一代人在成长的过程中或多或少会遇到同样的困惑。这本书不是商业，没有职场，也没有旗帜硬桥，甚至很多案例讲的都是读书、写作和跑步之类的普通活动。但正因如此，它才会成为一本对普通人长期使用的方法论。正如读者为佳美这样评论。勤劳的文章从科学角度分析，没有鸡汤的成分，没有阶层分割，谁读都有所受益。所以，不管你境况如何，只要用心关联，踏实行动，就必然能消除焦虑，做成事情，实现心中的梦想。如果这本书对你有所帮助，哪怕只有一个点触动，并真实的改变了你，那它就完成了使命。不管什么时候，如果有可能，我都期待听到你的反馈。当然，这本书也有许多不足之处，比如有些内容在各章重复出现，有些主题的分类也不尽合理，个人在表达上可能也显得有些啰嗦。这背后的原因是众多底层的概念就像一张铺在地下的网，相通相连。同一个概念可以同时解释很多现象，所以不可避免的会出现交叉关联的情况。当然，最主要的原因是我的写作水平有限，对问题的思考梳理还不够透彻。希望大家在这方面多多包涵，多提意见，我会虚心接受。迭代改进。另外一些主题可能看起来有些散，比如早明读写跑，但本质上它们都是围绕提升认知能力这个核心的。为了防止大家误解，再次特别说明。写这本书还有另外一个私心，因为自身工作的原因，常年两地，我在女儿成长的路上时常缺位，而时光是条单行道。有些事情一旦走过就无法重来。为了弥补陪伴缺失的遗憾，我把这本书作为特别的礼物送给他，希望他今后遇到人生困惑的时候，知道有老爸始终在身后陪伴。我知道你最终会理解我的，我会努力成为你的榜样，而你也一定会成为更多人的榜样。借此机会，我还想特别解释一下封面图片的含义。封面中的蓝色和红色是本书的两种主题颜色，它们分别代表大脑的理性力量和感性力量。中间的留白音乐构成了人的大脑，寓意是一个人若是学会了用知识和智慧驱动理性和感性这两种力量，就可以获得
认知觉醒。希望本书能帮助人们走出混沌，通过思考获得清醒的认知、清楚的目标、清晰的路径和清爽的情绪。在本书的最后，请允许我表示感谢。首先，我要感谢时代和命运。如果我早晚上几年或人生轨迹稍有差池，可能都无法达成此事。我知道一个人无论获得什么样的成绩，都不能忽略时代、运气和环境这样的大背景。只看到自身的努力和付出是狭隘和不客观的。其次，我要感谢我的爱人，他为我分担了太多。如果没有他的支持，我肯定无法完成此书。再次感谢奎加伊的发现，感谢陈瑞的引荐，感谢陈素然编辑的慧眼，感谢人们邮电出版社的厚爱，是你们的热情让这本书得以面世。最后，我要特别感谢蔚蓝、王师们，石北辰，一加一二用几位老师对我这位不知名作者的提携，感谢你们对认知觉醒的认可，让他有机会借助你们的力量去帮助更多的人。当然，最需要感谢的人是你们，我所有的读者。你们最终的触动、改变和反馈才是我最大的真正的收获。愿本书照亮你的心智世界，成为你前行路上的灯塔。也愿更多的人能发现本书，共同觉醒，一起前行。参考文献。大脑近视、暗时间、人类近视、心流、青少年大脑使用说明书、反本能、财富自由之路、原认知、把时间当作朋友、思考力、超越感觉、眷念、少有人走的路、学习高手的3驾马车、建议、美好人生运营指南、可以练习、朋友圈的尖子生，让写作成为自我精进的武器。怪诞科学脑，学习指导，隐藏的意识，精进，好好学习。你的生命有什么可能？这样读书就够了。今日见识，鲁瓦尔·赫拉利，2008，18年，大这单，新书呀，微习惯，微习惯，认知心机，跃迁，系统之美，可以学习，坏战率，
喜鹊、监视、巨星人质、驱动力、4点起床、冥想、发现的乐趣。别逗了，别逗了，费曼先生。文学回忆录，如何高效学习？场面，埃里克哈格曼，运动改造大脑。累计时长9小时49分，半毛股都不能要。阅读天数46天。ben 46 天. 46 günde okudum ben bu kitap ne? 9 saat 49 minutta 46 günde okuyup oldum ben bu. Dokuz saatte okuduğum kitapni shunchalik uzun vaqtda o'qidimmi men? Tövbe. Mayli bo'pti. Axir bir kitap tugadi. Hay, mayam. 终于完成了一本书。一本书，认知觉醒。Xitaycha bildiğanlarga认知觉醒tavsiya qilman. Noch kitapken. Bo'libmi hozirgi bizdek nurg'un sabablar tufayli ijro qilish iqtidori tuvan insonlar uchun ba'zi bir ang va tunish jihatdagi bo'lishlarimizni ratlashimiz uchun bu nihoyatda foydasi bo'ldi deb qarayman. Tavsiya qilman. Nihoyatda amaliyotchilik bilan hamma odamga mos keladigan ya'ni o'z kitobim deb turib oxirida anlagan bo'lsanglar. Shuna bir yaxshi kitobga. Çocuğa deneyim. 值得一读的好书，值得一读的好书之一。Okay. MD. I want to read English book. $100天。Hold on to your kids. Bu kitapta nelerde kaldım ben ya? Neyse. Galiba şurada kaldım.
I think I'm here, and I want to read from here. Okay. What triggers a bully's attack? The bully is provoked to attack whenever his demands, even if unstated, are frustrated. For example, bullies are extremely sensitive to lack of difference. Even looking at him in the wrong way can trigger a reaction. Walking through a hallway containing bullies is like walking through a minefield, minefield, trying ever so carefully to avoid making a wrong move for fear of setting something off. Unfortunately, it is not always clear what that wrong move is until too late. For one child, Justin, it was brushing up against a bully's tray in the cafeteria. For Franca, it was dancing with a boy the class bully had marked as her own. For both these girls, their mistakes earned them months of threats and harassment, making their lives miserable and affecting their marks despite the fact that both children were pretty savvy, usually able to stay out of harm's way. Many children are completely incapable of living without getting into trouble in a world where bullies reign. Unfortunately, one of the primary impacts of peer orientation is to provoke defenses against the vulnerability required to read signs of hostility and rejection. When the alarm system is muted, children are less able to read the cues that should move them to caution. In this way, peer orientation not only creates bullies but prepares the victims. These unfortunate children are forever walking into harm's way. This was the story with Rihanna Work, the beating and drowning victim in Victoria. She was intensely peer oriented but defended against feeling the wounds of her rejection. The more she experienced rejection, the more desperately she tried to belong. Even near the very end, she was reportedly begging her enemies to be nice to her and pleading with them that she loved them. Instead of being alarmed and moved to caution, she blindly walked toward her own demise. This dynamic in less severe forms is repeated hundreds of times every day in schoolyards across our continent. Children are walking into danger because they've successfully turned out the social cues of rejection and the spoken or unspoken messages that should alarm them. In addition to perceived disrespect or non submission, the other primary trigger for bullying is a show of vulnerability. A child must never show a bully how he can be wounded or he will pay for his mistake. Reveal that something hurts and the bully will turn the knife. Reveal what?
what is important, and the bully will find a way of spoiling it to appear needy, eager, or enthusiastic is to make oneself a target. Most of our children know this and carefully come out flage, came out fla- came out flage their vulnerability around those who might attack it. They can't say they miss us or they would become the laughing stock of their peers. They must not admit to being hurt by a comment or they will be taunted unmercifully. They can't confess to sensitivity or the teasing will never stop. They must learn to hide their fear, never show alarm, deny their hurt. To thrive in the world where bullies reign, I should look up this word. Reign, 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 reign. Where bullies reign, our children must carefully cover all traces of vulnerability, erase all signs of caring. No doubt, no doubt. That is why so many children suppress any feelings of empathy for the victims of bullying. In the Skigut, oh, in the skewit hierarchies. I think it's hierarchies. Hierarchies. 等级制度统治集团 hierarchies makam sırası hierarchy oh hierarchies skewed hierarchies created by peer orientation. Some of the children become submissive. In this, they are governed by instinct as much as those driven to dominate. Faced with a dominating peer, submissive children automatically show difference. Part of demonstrating submission is to show vulnerability, much as a wolf in a pack turns over to expose its throat to the more powerful leader. The wolf is presenting the most vulnerability part of his body, indicating submission. This behavior is deeply rooted in attachment instinct. Under natural circumstances, showing one's vulnerability should beg caretaking. Saying that something hurts should elicit. I think it's Alice, according to the rule. Yes, it's elicit into walk or draw out. Should elicit tenderness. In the eyes of the bully, however, such unabashed vulnerability is like a red flag to a bull
inflaming the urge to attack. Both the victims and their bullies are only following their unconscious instincts, but with dreadful consequences to the victims. Backing into attachments. Okay. Backing into attachments. Among the dog predispositions of bullies is a peculiar process that I call backing into attachments. An emotionally healthy person approaches attachments in a straightforward fashion, head on, as it were. He expresses his needs and desires openly, revealing vulnerability. For the bully, it is much too risky to think closeness openly. It would be far too frightening for a peer oriented bully to say, I like you. You are important to me. I miss you when you are not here. I want you to be my friend. The bully can never admit to his insatiable hunger for connection, nor can he even feel it consciously much of the time. So, how does the bully attach? Remembers that attachment has both negative and positive sides. I described this in chapter 2 as the bipolar nature of attachment. Here, then, is a second negative way to establish connection. The bully attempts to move nearer to those whose closeness he craves by pushing away from people with whom he doesn't want to have contact. So, though indirect and much less effective, this approach also carries far less risk of getting hurt or rejected. It allows the bully to never appear to care about the outcome, never to betray any emotional investment in a desired relationship. Instead of voicing her yearning for contact with the desired individual directly, the bully will resist contact with others, ostentatiously uh, osten, ostentatiously, ostentatiously ignoring and shunning them, especially in the presence of the person she is really pursuing, in place of imitating the ones she secretly wishes to pursue. She mocks and mimics others, emotionally too frozen to open up to those who can't. Bullies keep secrets from those who don't count to them, or will even create secrets about them. Thus emerges the personality of the bully, distancing one person to get close to another, pouring contempt here to establish a relationship there, shunning and castrating some people to comment a connection with others. There is danger in loving, but none in loathing. Risk in admiration, but none in mocking those who are different. Bullies instinctively take the least vulnerable route to their destination. Those on the receiving ends of this instinct driven behavior are often at a loss to make sense of it. Why me?
What did I do deserve this kind of treatment? Why does he pick on me when I'm trying to mind my own business? No wonder they're confused and bewildered. The truth of the matter is that it is rarely about them. The targets are only a means to an end. Someone has to serve that purpose for the bully. It is nothing personal. It rarely ever is. The only prerequisite for being picked on is to not be someone the bully is attaching to. Unfortunately, when the unwitting pawns in this attachment strategy take such treatment to heart, their psychological devastation is all the greater. It is difficult to keep some of the children targeted by bullies from assuming that something must be wrong with them personally, or that they are somehow responsible for how they are being treated. If the children targeted are not shielded by strong attachments to adults, they are at great risk of being emotionally wounded, for a deeply defensive emotional shutdown, for depression, or worse. As the bully population increases, so will the likelihood of children finding themselves targeted. Whenever two or more peer oriented children are gathered, they are likely to back into their attachments with each other by ostracizing others. Don't you just hate her? There goes that loser. She's such a snob. The guy's a jerk. The trash talk can be incessant. In the eyes of adults, such behavior can be bewildering since, in another setting, these same children can be polite, charming, and engaging. Some children's personalities can turn on a dime depending on whom they happen to be with and toward which pole, negative or positive, the attachment magnet is being pulled. Bugünlük bunchalik bo'lsin, shunchalik bo'lsin. Inshaalloh yana ko'rishamiz degan tarafda. Nima qilamsa, hammalarga Allohga omonat.